Salom do'stlar, bugun men sizlarga shnur to'qiydigan stanok haqida ma'lumot beraman va bu nimani do'stlaringiz bilan ulashib, podelitsiya qilib, podpisatsiya qilsangiz yana yangi bizneslar ko'rsatib qo'yib beraman. Mana bu hozir ko'rinayotgan qo'yilayotgan stanok bu katushkaga ip o'ralayapti, ya'ni shnur to'qish uchun bu stanokga qo'yiladi. Mana bu yerda esa stanok ishlayapti. Va stanokni qarang, katushkaga o'raganlarni stanokka o'rnatasiz va shundan keyin to'qib past aylanib to'qib pastiga qarab shnur chiqaraveradi, ya'ni ruschasiga shnur deydi. Arqon chiqaraveradi. Bu keramический shnur. Buni joyiga o'zingizda mol boylaydigan iplardan ham chiqarsa bo'ladi. Va bu stanogimiz почти rublga yangisi 700 ming rubl turadi. Endi Xitoyda nimasiga bilmayman qancha turadi. Endi masalan kuniga 200 metr to'qib chiqaradi. Endi o'zingiz hisoblayvering, bir oyda 6000 metr. Yo'q, 6000 metr emas. 10 kunda 1000 metr chiqaradigan bo'lsa, bir oyda 3000 metr chiqaryapti. Keyin mana shuni o'zingiz hisob kitob qilasiz. Agar tushunmasangiz kommentariyga yozasiz. Mana bu hozir 8 lik shnur, krugley. Mana bu kvadratni 4 burchak bo'lib chiqyapti. 12 lik bu. Endi videoni tomosha qilib ko'ring. Mana aylanib shu jarayon tarzda to'qiladi. Mana bu 4 ta tepasida 4 ta katushka qo'yilgan. Bu kvadrat hosil bo'lish uchun 4 tarafdan bo'laveradi. O'rtadagi orqa tarafdan keladi. Mana bu katushkaga qanday qilib o'ralayotgan jarayon. Mana tayyor rulon ipni olib nimaga qo'yib tortib kelib, nimani katushkaga ulab qo'yib, stanokda yoqasiz va shu jarayonda o'rayapti. Mana ko'ryapsizlar, bitta katushka tugadi. Hozir almashtirib qo'yadi katushkani. Bu oddiy oson narsa. Просто buni sotib olib, boshida mablag' sarflab sotib olib qo'yasiz va shu bo'y stanogimiz necha yildan keyin buzilsa, o'shangacha normal daromad qilasiz. Oyiga 500 ming dollar daromad keltiradi. Baholi premyani o'rtacha hisoblaganda. Qarang, hozir o'rab, mana ikkinchisini almashtirib qo'yapti. Buni og'ir ishi yo'q va to'g'ri mana shuga zametka berib almashtirib tursa bo'ldi xolos. Buni qo'yayotganim sababi